Albatta, bugun meni tug'ilishimga sababchi bo'lgan, meni hayotimni eng asosiy insonlardan biri, meni motivatorim, ayajonim, onajonim Gulchehra Karimovnani tabriklaymiz. Ayajon, tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Bir kun kelib, qizingiz jonli efirda Hit.FM radiosi orqali sizni tabriklaydi deb hech ham o'ylamagandim. Mana Sherigim Azamat Oxundek katta gullar bilan sizni tabriklayaptilar. Umringiz uzoq bo'lsin. Baxtimizga hamisha sog' bo'ling, omon bo'ling. Har bir inson uchun dunyodagi eng aziz, qadrli va hech kim bera olmaydigan mehrni beradigan insoni bu onajoningiz hisoblanadi. Va meni sizdek onam borligi uchun ming bor shukr aytaman, faxrlanaman siz bilan. Meni energiyamni 1% aytmoqchi bo'lgan ayamni energiyalarini 10dan 1% menda bor xolos. Juda ham energiyaga boylar, ko'z tegmasin.